Mana bugun Tbilisida shunaqa ishlar qildik. Mana xurmoga o'xshagan gartenza deb qo'yar ekan, ochilar ekan. Bu o'rikka o'xshaydi ekan mana. Qop-qora tanasi ham o'rikka o'xshaydi. Suvga pishib, bakteriyaskiy nimalarni qo'shib, lekin ekar ekan bularni mana. Mana qilib ekar ekan mana bu. Mana irga lasharka 125 ga 150. Ayna qilib mana bunday qilib ko'rilar ekan. Bu behini tomiriga o'xshaydi ekan. Behini tomiriga o'xshaydi ekan. Mana bu orqasi behiga o'xshaydi bu yog'i ham. Lekin dekorativlik manzarali daraxt bu. Mana irga lasharka degan ekan bu ham bir xil sort hammasi. Shunaqa tomirini qirqib, nima qilib kesib tomirini mana 45-razmerdagi yarshok ekan, shunga ehyapti. Mana uni ekdik. Ertaman shuni ekdik. Bu Rhabnolism te qirq ekan bu. Mana. Buni ekdik ertamanda. Ehyapmiz. Ishlar. Texnikada mana almashtirib qilib berar ekan. Bitta o'zbek bola ukamiz qiladi, birgadir. Ayni ishlar mana. Mana tomirini 4 ga bo'lib kesib berdik, aralab, ochib, mayda mana qilib mana bittalab ekdi mana. Mana qilib mana. Shu yerda bittalab ekar ekan mana. Torf deb. Mana qilib ekdi mana. Mana qilib ekar ekan. Ko'rdinglarmi? Mana qilib ekan. Mana bu ekadigan mashinasi ekan, stanok. Mayda undan paqirni bunday tushib turadi, mana aylanadi sekin manaqasiga. Mana unda o'rtada mana torf bunday yuklanadi, ichidan apparat kelib yig'iladi, aylanib to'ladi. Mayda ayollar, bolalar bunday tepalab gulni qo'yib, o'simlikni qo'yib, maydan chiqib, bunday borib, avvalachalar ham bunday bo'lib ko'chaga chiqib terilar ekan. Shunaqa ishlar ekan mana. Maynaqa ishlar. Mayli. Avazbekdan hammaga salomlar bo'lsin. Kalugadan Avazbekdan salom. Okay. Hi.